uni kimligini bilganimdan keyin ichimda nimalar bo'lganini bilmaysizmi? Onamga qaramay, dadamga qaramay, buvimga qaramasdan, o'lim to'shagida yotgan bobomga qaramay, balki uni qattiq sevgandirman. Men Janfezani jonimdan ortiq sevaman. Qasam ichaman. Uni ham, meni ham gunohimiz yo'q-ku. Biz nima qildik? Faqat sevdik. Hozir siz buni itoatsizlik deng, qaysarlik deng, sevgi deng, nima desangiz deng. Qarang, men shu yerdaman. Keldim, yana eshikdaman. Endi shuncha narsadan menga voz kech deyaptimi? Kelma deyaptimi? Sizdan so'rayapman. Bizning gunohimiz nima o'zi?